ekanligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilgan. Shuning uchun biz sahobalarni zikr qilganimizda radhiyallohu anhu yoki radhiyallohu anhu deb zikr qilamiz. Chunki ulardan Alloh rozi bo'lgan. Nima uchun? Chunki ular jonini, molini, hamma narsasini xatarga qo'yib bu dinni saqladilar. Bu dinni keyingi avlodga yetkazdilar. Hatto kim qila oladi? Masalan uchun uyidan ayrilganlar. Makkada butun mol dunyosi uyini tashlab butun to'rhavat xaltasiga zar narsasini olib chiqib ketishgan ular. Qolgan hamma narsasini olib ketdi. Nima uchun chiqib ketdi bu yerdan? Dinni saqlashlik uchun, keyingi avlodga dinni salomat yetkazishlik uchun shunday qildilar. Va bizlarga ham, musulmonlarga ham eng qattiq vazifa, eng avvalgi birinchi vazifa nima? Desa, kelajak avlodga dinimizni salomat yetkazishlik, kelajak avlodga katta mol dunyo qoldirishlik, katta bir mansab qoldirishlik emas, din qoldirishligimiz kerak. Avlodlarimizga dinimizni qanday bo'lsa shundayligicha musaffo holatda yetkazsak, kim biz haqiqiy musulmonlik vazifasini bajargan bo'lamiz. Mayli uy qurib bersangiz ham mayli, halolidan bo'lsa qandini ursin. Ortdan mol dunyo qoldirsangiz ham mayli, halolidan bo'lsa qandini ursin. Lekin asosiy vazifa bu emas bu. Asosiy vazifa dinimizni qoldiraylik. Dinimizni qoldirsak, bolalarimizga katta abadiy saodatni hadya qilgan bo'lamiz.